Qara. Xo'p, kub degani nima degani o'zi? Hamma tomoni kvadratdan iborat bo'lgan bitta uyni ichiga o'xshagan joy xullas. Masalan, xona-ku. Xonani kub deb olsang bo'ladi. Hamma tomoni bir xil razmerda. Tepa past, yonboshlarning razmeri bir xil, qirralari. Mana shuni kub deyiladi. Mana A bo'lsa, bu ham A bo'ladi, bu ham A, bu ham A, bu ham A, bu ham A. Hamma tomon A xullas. Tushunarlimi? Mana shu kub deyiladi. Kubning yuzi nima bo'ladi? Asos degan narsasi. Asosi nimadan iborat? Kvadratdan iborat bo'lgani uchun A ga A ni ko'paytirganmiz. Ya'ni A kvadratga teng bo'ladi. Asos. Tushunarlimi? S yon nima bo'ladi? 1, 2, 3, 4 ta asosi bormi? 4 ta A kvadrat bo'ladi-da. Chunki 1, 2, 3, 4 ta-ku A kvadratdan nechta ekan? 4 ta ekan-da, yonsirti shu. Xo'sh, keyin bizga S to'lasi. S to'la nimaga teng? Tepa past, yonboshlar 4 ta yonbosh va tepa past qo'shilsa nechta bo'ladi? Yonlar 4 ta chiqdimi? Tepa past nechta bo'ladi? Yana ikkita qo'shiladi, shuni 6 ta kvadrat bo'ladi. Tushunarlimi? Hajm nimaga teng? S asos H ga teng libboy shakl uchun. Eslanglar chiqmasin. Asosi nimadan iborat bo'lishiga bog'liq. A kvadratdan iboratmi? Demak, S asos A kvadrat. H nechiga teng? Balandligi. A ga tengmi ham? O'shanga A ni ko'paytirib qo'ysam nima bo'lar ekan? A ko'p bo'ladi. Tushunarlimi? Farq tushundingizmi? Bo'ldi. Ana shu narsalardan foydalanamiz-da hozir xudo xolasa. Nechta qirra bor? Kubda. Xonada nechta qirra bor? Qirra. Mana burchak degan, mana shu burchak qirra degan. Tushunarlimi? 4 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, yo'q, 4 ta qirra borligini ustimizda esladik. Mana bu 4 ta, to'g'rimi? O'sha 4 ta, to'g'rimi? Keyin 1, 2, 3, 4 ta bor. Pastda ham 4 ta bormi xuddi shuni? Pastdagi mana chiziqlar 12 ta bo'lar ekan shuni. Tushunarlimi yo'qmi? Qirrasi. Qirralari. Uchi nechta uchi? Uchi nima degan? Mana burchagida xullas mana musor yashib turgan joy, mana shu burchak. Tushunarlimi? O'shana burchak nechta bo'ladi? 4 ta tepada, 4 ta pastda, shuni 8 ta bo'ladi. Uchi, burchakchasi. Uchlari soni 8 ta bo'ladi. Xo'sh, yoqlari soni nechta bo'ladi? Yon yog'i desa 4 ta deysan. Asosi nechta bo'ladi desa 2 ta. Ostki asos bor, ustki asos bor. Tushunarlimi? Shu narsalarga qarash kerak bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Demak, birinchi misoliga o'tamiz, bolalar. Uchlari soni va yoqlar sonini yig'indisini toping deyapti. Kubning yoqlari soni. Yoqlar nechta bo'ldi? Yo'q-a? Yoq. Hamma yog'ida 4 ta, 2 ta, 6 ta. Uchlari soni yig'indisini top. 3 nechta? 8 tami? 14 ta bo'ladi. Xo'sh, endi 5 ha? Xo'sh, nechi 5 ishlayapmizmi? 5 ta qara. Qirralar yig'indisi 72 teng bo'lsa, kubning hajmini top. Qirralar nechta qirrasi bor mana? Qirralar 12 ta, mana qirralar. 12 ta bo'lsa, 12 ni nimaga tenglaymiz? Qirralar yig'indisi 72 debdi. 12 A ga tenglaymiz-da. Chunki A dan 12 ta bormi? O'sha A teng necha bo'lar ekan? 6. Hajm nimaga teng? Ya'ni 6 ning kubi 216 ga teng. Tushunarlimi? 9. To'la sirtining yuzi 600 ga teng bo'lgan kubning hajmini toping. S to'lasi 600 ekan, kubning hajmini toping. Kubning hajmi A kub. To'la sirti nimaga teng? Jami to'la sirti 6 ta A kvadrat bo'ladi, to'g'rimi? Shundan 6 ta A kvadrat bo'lsa, bo'lsak A teng necha bo'ladi? 10 mi? 100 bo'ladi, 100 dan 10 chiqadi. Xo'p, V teng 1000 bo'ladi hajm. 12. Hajmi shunga teng bo'lgan qirralar yig'indisi. V teng A kub bo'lsa, o'sha 216, ya'ni 6 ning kubi.
ko'plar qisqarsa a teng 6 bo'lar ekan, to'g'rimi? Qirralar yig'indisi 12a deganda. Qirralar yig'indisi 12a bo'ladimi? 12 ko'paygan 6. Hisob kitob qilsak 72 bo'ladi. El qirralar yig'indisi. Tushunarlimi? o'n besh. Barcha qirralar yig'indisi 12a teng 12 ildizosi 3 bo'lsa, a teng ildizosi 3 mikan? Kubning diagonal uzunligini toping. Kub chizib olaylik, birinchi diagonalni keyin o'rganamiz. Qarang. Xo'sh, qarang, mana diagonal. Mana bu a bo'lsa, mana bu ham a bo'lsa, mana bu a ildizosi 2 bo'ladi, mana bu ham a mi? Bular chizma mana bunday bo'lyapti-da. A, mana bu a ildizosi 2, mana bu x. Tushunarlimi? Kvadratlar yig'indisi a kvadrat plus a kvadrat 2 teng x kvadrat bo'ladi. O'sha a kvadrat teng x kvadrat bo'ladi. Hisob kitob qilsak 3 ko'paygan a kvadrat o'rniga 3 qo'yamiz. X teng shundan 3 bo'lar ekan. Tushunarli? Farq tushunmasalar so'ranglar, to'xtatib. Tez ketyapti. Mana shuni xullas topishimiz kerak ekan. 5 bo'lsa, mana bu ham 5 bo'lsa, bu ham 5 bo'lsa, bu ham 5 bo'lsa, mana bu 5 bo'lsa, mana bu 5 bo'lsa, to'g'rimi? A'ni topyapti. Mana shu shtrixlangan sohaning yuzini so'rayapti. Savol tushunarlimi? Mana bu 5 bo'lsa, bu ham 5 bo'lsa, bu yer necha bo'ladi? 5 ildizosi 2 mi? Kvadratlar yig'indisi. Bu yer ham 5 mi? S yuzi nimaga teng bo'ladi? Bu yonga, bu yonni ko'paytmasiga teng bo'ladi-da. 25 ildizosi 2 bo'ladi. 22. Asosining diagonali shunga teng, kubning diagonal kesim yuzini toping. Diagonal kesim yuzi degan mana bu bolajonlar. Tushunarlimi? Mana o'rtada mana 4 ta masalan bu uchidan bu uchiga kessalar, o'sha pichoq tekkan joy bo'ladi. Tushunarlimi? Kesib o'tadi-ku 4 ta. Bunday kesib o'tgan joyda iz qolib ketadi. O'sha izining yuzi kerak. Mana bu a bo'lsa 22 da diagonali 2 ildizosi 6 ekan. Mana bu a bo'lsa, mana bu a ildizosi 2 ga teng bo'ladi. Kvadratlar yig'indisi qilsak 3a kvadrat teng 24 bo'ladi. A kvadrat teng 8 bo'ladi. A teng 2 ildizosi 2 bo'lar ekan xolos. Bizdan nimani so'rayapti? Diagonal kesim yuzini so'rayapti. Diagonal kesim yuzi mana bunga ko'paytmasda. A kvadrat ildizosi 2 degan. A kvadrat o'rniga nimani qo'yamiz? 8 qo'yamiz-da, qarochi. 8 ildizosi 2 s bo'ladi. Tushunarli? 25. Kubning qirrasi qaranglar. Kubning hajmi nimaga teng? 3 ta a kubda qarochi, to'g'rimi? V1 deylik, v ikkinchi holatda. 10% ga kamaytirilsa nima bo'ladi? 0.9 a, 0.9 a, 0.9 a bo'ladi, to'g'rimi? Uning hajmi qanday o'zgaradi deyapti. Buni bunga bo'lsak, v1 taqsim v2 teng, alar qisqarib ketadi, 1 taqsim 0.9 ning kvadrati. v2 teng 0.9 ning kubi. Kubi ko'paygan v1. Ko'paytirib hisoblanglar 0.9 ning kubini. 3 marta 1 bo'ladi. 0.29 ta v1 bo'ladi, to'g'rimi? O 1 ga nisbatan qancha birdan ayirib qo'yishlar kerak-da. Necha bo'lar ekan? (0.71) v1 bo'ladi-da bu. Endi bunga 100 ni ko'paytirsak v2 teng 27.1 v1. Xo'p. K shunga teng chiqyapti-da. Demak, nima deyapti?
uning hajmi qanday o'zgaradi deyapti. Endi 100 dan mana shuni ayirib qo'yishimiz kerak. 100 minus 27,1. Shunchaga kamaygan bo'ladi. Tushunarlimi? Birinchi V1 ediku, V2 edi. Ayirsalar necha bo'ladi? 72,9 emasmi? Shunaqa nisbatdan ishlashlari kerak-da. Mana buni 100 ga ko'paytirganimizdan keldi-da, mana buni. 0,271. 33. Ikki ekan 6 ekan, jami 8 ekan, to'g'rimi? Mana shu bo'yalgan sohaning yuzini so'rayapti-da. Mana shu bo'yalgan sohaning yuzini so'rayapti, xolos. Mana bu yer shunda nima bo'ladi? 6 bo'ladimi? Mana bu yer baribir 8 holatda turibdi. Chunki ko'p-ku bu. Hamma tomon 8 ga teng, mana bu ham 8, bu ham 8 ga teng. Mana bu yergacha 2 gacha degma masofa deb aytyapti o'zlar. Shunda mana bu 10 bo'ladimi? Mana bu 8 bo'lsa, bu 100 ga nechiga teng bo'ladi? 8 ko'payga 10 bo'lib qoladimi? Bo'ldi-da. Tushunarlimi? Mana buni tepaga 2 surgan deyapti. Shunda mana bu yerda baribir 8 bo'lsa, bu ham 8 ku. Shunda mana bu yer 2 ketsa, bu yer 6 qoladimi? Buning kvadratiga Pifagor sonlarida 10 bo'lyapti. 10 ga 8 ko'paytirsang, mana shu to'rtburchak 100 kelib chiqyapti. Bo'yalgan sohaning 100. Yo'q, shuni 33 ta 80 bo'ladi. 35 mi endi? 36 mi? 36 ekan. Nima qilish kerak? Yog'och kubning qirralari, uzunliklari yig'indisi 12 n teng 60 deyapti. N teng shundan nima bo'ladi? A deylik 5 bo'lar. Qirrasi 5 bo'lgan. Aha. Aralab 125 ta bir xil kupchalarga ajratildi deyapti. Bir xil o'lchovli kupchalarga ajratildi deyapti. 125 bo'lsa, buning kubi, to'g'rimi? A kub. O'shani qanaqadir b kupchalarga ajratyapti. Shunda b teng necha bo'ladi? 5 ta bo'ladi, to'g'rimi? 5 chiqadi. Xo'sh. Bizdan nimani so'rayapti? Bu shuncha santimetr-ku. Agar kupchalar bir qator qilib terib chiqilsa deyapti. 5 dan 125 ta deyapti-ku. 5 dan 125 ta bo'lsa, birdan degan. Chunki bir xil razmer deb aytayapti-ku, birdan 125 tasi qancha bo'ladi? 125 santimetr bo'ladimi? Bu bir xil qilib terib chiqilsak, mana bunday ko'p bo'lsa, mana shunday qator bir qator qilib terib chiqyapti deyapti-da. Ana shu 1 santimetrlikdan 125 ta bor ekan. Shunda javob 125 santimetr bo'ladi. Bular nimada so'rayapti? Bo'ldi. Shuncha santimetr bo'ladi. Agar detsimetrda so'ragan bo'lsa, buni 100 ga bo'lib qo'yamiz, nima bo'ladi? 1,25 detsimetr bo'lib qoladi. Metr degani. Bu santimetrdan metrga o'tkazsak, shuncha metr bo'lib qoladi-da. 1,25. Xohlasa bunday, xohlasa bunday so'rash mumkin. Ikkovi ham baribir. Qaranglar, bu yerda bitta sekret bor 39 da. Chiqyaptimi ro'shana misollar? Ha? Nega chiqmaydi? Kamron chiqyaptimi sendan emas? Ko'rsatib o'raman opchalarga. Mana shunday qirqib olibdi-da, xullas.
O'xshatilmayapti-ku buni. Ajna qirib olibdi-da, xullas burchakchasidagi kupchaga o'xshagan narsa. Lekin baribir to'la sirtining yuzi o'sha bo'laveradi-da. Chunki qirqib olgan bilan ichkaridagi yuzi ham qarab turib umid xalaqit bermoqda. Mana bu ichkaridagi yuzi ham qo'shilib ketaveradi-da. Qirqib olingandan keyin bitta, ikkita, uchta yuza paydo bo'lyapti-ku baribir, to'g'rimi? O'sha tepadagini pastdagi qoplaydi. Mana bu pastdagi yuza to'la sirtining yuzi deyapti. Hajmi deganda o'zgarib ketardi. Hozir yuzasi bo'lgani o'zgarmaydi. Chunki pastdagi narsa tepaga chiqadidan qoplanadi, to'g'rimi? Sirtining yuzi hisobga bu yerda. Mana bu yoqdagi yuza nariyoqqa yopishib turgan yuzi bu yoqqa keladidan mana bu yerni to'ldiradi. Bu yuza pastga tepaga chiqadidan hech narsa o'zgarmay qoladi-da. Yuzalar o'zgarmay qoladi, razmeri. Tushunyapsizlarmi? Mana ichidagi yuzachani tashqariga shunday bo'rtib chiqsa, to'g'rimi? Qoplanib qoladi-da. Ichkarisidan bu yoqqa chiqsa bo'ladi, pastdan tepaga chiqsa bo'ladi. Shunda nima bo'ladi? Es to'la. 6a kvadratmida? Bizga tomonni necha teng? Tomoni 5 ga teng ekan. S teng 6 ko'paygan 25. 150 bo'ladi. Demak, 41. Demak, xayr, yaxshi bor. Qaranglar, shunday ekan, katta kubning ustiga kichik kub joylashtirilibdi-da. To'g'rimi? Joylashtirilibdi, tepasi. Xo'p. To'la sirtining yuzini toping deyapti. Mana bu yer 3 ekan balandligi. Mana bu yer 5 ekan. 10 ekan. Qaranglar, mana bunda S to'la nima bo'ladi? 6 ta A kvadrat. Mana buni B desalaring plus 4 ta B kvadrat bo'ladi-da. Chunki mana bu tagidagi yo'q bo'lib ketadi. Ikkovi uchun bitta yozilgan bo'ladi mana. 6 A kvadrat. Pastdagi ketdi, to'g'rimi? Endi pastdagi bilan tepadagi bitta uchini hisoblanyapti. Keyin 4 ta B kvadrat sababi S to'lasi yonini topib qo'ysang bo'ldi. Chunki tepa bilan pastda o'sha bitta uchun ketib bo'ldi-da, sirtining yuzi. S to'lasi. Shunda mana bu A bo'lyapti. S to'la teng 6 100 A kvadrat o'rniga plus 4 ko'paygan B ning o'rniga 9 636 iloji yo'q. 41 mana shunday. 44chi. A bilan J ni top deyapti. Mana biz tomoni 8 ekan. SJ 3x ekan. Mana bu yer x ekan. Ajini so'rayapti. Qaranglar. Ikkovini qo'shib nimaga tenglaymiz? 3x plus x teng 8 ga, to'g'rimi? 4x teng 8 bo'lsa, x teng necha bo'ladi? 2 bo'ladi, to'g'rimi? Demak, mana shundan 2 bo'lgan ekan, mana shundan 6 bo'lgan ekan, to'g'rimi? 6 da.
Chunki mana bu 8 ildizosi 2, mana bu 8. Xo'sh, mana bu yer 6ligini bildilaring. 8 ildizosi 2 ekan mana bu. Mana bu 6 ekan. Xo'sh. Yana nima bo'ladi? 36 plus 128, to'g'rimi? Teng x kvadrat bo'ladi. Hisob kitob qilsak necha chiqadi shunda? Ey, boshqa joyda o'ynanglar. Uzoqsi 164 bo'ladi. Nimadir ildiz chiqarib qo'ygan bo'lish mumkin. 64 164 ni 4 ga bo'lsak necha bo'ladi? 41 mi? 2 ildizosida 41 teng x bo'ladi. Tushunarlimi? 44 mana shu. Tushunmadingmi? 47. Ko'paygan. Mana bu 8, mana bu 6 ekan, mana bu 10 bo'ladimi shunda? Mana shu yuzani so'rayapti bolalar, to'g'rimi? Qanday topamiz buni? Shunda mana bu tepaligi 10 bo'lsa, s yuza muammo emas-da, to'g'rimi? Tepaga bu yonni ko'paytiramiz, 10 kara 10 bo'ladi. Javob 100. Tushunmadingmi? Qarang. Mana bu 8 bilan 6 ga ajraladi deyapti. Shunda Pifagordan 10 bu. Tepaligi ham baribir hamma tomon 10 bo'lgani uchun 10 bo'lgani uchun kvadratlar ko'paytmasi bo'ladi. Shundan 100 chiqadi.